Yaponiyaning Karich brendidan tayyorlangan antibakterial gelimiz ayollarimiz uchun. Ushbu gelimiz intim zonada yuboriladi, faqat turmushga chiqqan ayol qizlarimiz uchun mo'ljallangan. Ichida mana instruksiyasi ham bor. Buni o'zi ishlatyapman. 6 dona bo'ladi. Xuddi mana shunaqa 6 ta, ikkitasini ishlatdim. Ishlatilish tartibi obzorini ko'rsatmoqchiman. Buni bilamiz nimalarga kerakli, foydali ekanligini. Bu o'sha jenskiy tomonlama mikrobakteriya viruslarni o'ldiradigan, har xil kista miomalarni tushirib beradigan, mana shu endometriya qavatini oziqlantiradigan tabiiy giyohlardan tayyorlangan suyuqlik. Hozir ko'pchilik so'raydi, buni ichi qanaqa qo'llanmalar ishlatiladi deb, shuni ochib ko'rsatmoqchiman. Mana shuni ochasiz upakovkani. Mana bunaqa shpris holatida. Foydalanish uchun avval qopqoqchani ochamiz. Mana qopqoqchani ochganimizdan keyin mana bu yerdagi himoya qopqog'ini olamiz. Mana. Va orqaga, mana bu orqasiga qo'yib, bu как portion yetalaymiz. Yetalagan sari mana bu teshikchadan o'sha suyuqlik chiqib ketadi. Endi ayollarimiz qanchalik darajada ichkariga yuborsak, ya'ni ichkariga kirsa, shunchalik darajada matkaga yaxshi ta'sir qiladi. Ya'ni matkadagi o'sha kista miomalarni tushirib berishi uchun shunchalik darajada yaxshi effekt beradi. Bu narsa aynan o'sha kuchli shamollashlar, eroziyalar, kista miomalar, endometriy polipda sinayapman hozir. Mana shunaqa narsalarni tushirish effektiga ega. Foydalanishni boshlaganingizdan keyin qanaqa holat bo'lishi haqida ham qisqacha aytib o'tmoqchiman. Agar mabodo to'liq kirmasa shpris o'sha kerakli joyga, xuddi analgin dimitroldek o'sha vagina yo'llarini qizdirib beradi belingizdan oyog'ingizgacha. Agar to'liq kirsa, hech narsani ham sezmaysiz. Xullas, o'zingizdagi muammoga qarab, sistit bormi, kandidoz bormi va hokazo, qayerda muammo bo'lishiga qarab shunchalik darajada ichkariga yuboriladi bu shpris, ya'ni ichkariga kiritiladi. Agar sizda tashqi qatlamda, terida qanaqadir qichishish, achishish, sistit shunaqalar siydik yo'llar shamollashlari bo'lsa, to'liq kiritish shart emas. Agar ichki tomonlama kista, mioma va hokazo shunaqa ortiqcha mikroorganizmlar bo'ladigan bo'lsa, agar shprisni imkon qadar ichkariga kiritib, keyin yuborish kerak. Ichkariga kiritsangiz hech narsa sezilmaydi. Tashqaridan yuboriladigan bo'lsa, ya'ni suyuqlik o'sha naylarda qoladigan bo'lsa, qizdirish effektiga ega, xuddi analgin dimitrolda qizib ketasiz. Hayron qolib, qo'rqib, qanaqa qilish shart emas. Xullas kalom, mana shunaqa mo'jizakor mahsulotimiz bor. Aytganimdek, ikkitasini ishlatdim o'sha, faqat turmushga chiqqan ayollar uchun. Eroziya, kista, mioma, shamollash, yiringlash, spiralda qanaqadir bir muammolar spiral qilgan jarayonida hammasini to'liq tuzatib beradi. Esimizdan chiqarmaymiz. Tabiiy giyohlardan eng asosiy giyohi buni safora bo'lib, yana knidium asosiy ta'sir qiluvchi elementi. Undan tashqari yana boshqa elementlar ham bor, ya'ni o'sha giyohlar ham bor. Qizdiradigan xususiyati top-toza sterillangan suvda tayyorlangan. Chunki jenskiy tomonlama kasalliklarimizni davolash uchun hamma narsa steril bo'lishi kerak. Chunki primoy ochiq organizmga biza ta'sir ko'rsatamiz. Shuning uchun ham buni tarkibidagi hamma narsa birinchidan tabiiy, ikkinchidan zararsiz. Hech qanaqa побочный действияsi yo'q. Hurmatli ayollarimiz, buni xohlasalaringiz har kunlik qo'llashga olishingiz ham mumkin. Juda ham ajoyib mahsulotlarimizdan bittasi.